Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan stop loss haqida gaplashamiz. Agar stop loss olib charchagan bo'lsangiz, bu video juda ham sizlarga foydali bo'ladi. Stop lossni qayerga qo'yish kerak va nimaga? Shu haqida bugun gaplashamiz. Stop loss har doim bizda yechilgan likvidda turish kerak. Mana ko'rishimiz mumkinki, bozor likvidni yechgan, bu likvid PDH bo'lishi mumkin, equal high, любой tepadagi likvid biz uni yechganimizdan keyin pastga движение berdi va bu yerga stop qo'ysak, bu to'g'ri bo'ladi. Take profitimiz esa boshqa likvidda turish kerak, chunki bozor likvidnessdan likvidnessgacha yuradi. Qaysi stop? Noto'g'ri stop. Agar biz bitim ochganimizdan keyin asosiy yo'nalishga qarshi bitim ochadigan bo'lsak va bizda problemli zona, misol uchun imbalans bo'lsa, juda ham ko'pchilik shu order blokgacha, darajagacha yoki uni maksimumgacha bitimlarni tortadi. Va bozor nima qiladi shu joyda? Albatta imbalansga kirganda juda ham tez bizga shunaqa движение beradi va bu noto'g'ri stop loss hisoblanadi. Nimaga? Chunki siz PDL ni yechgan bo'lsangiz ham, tasdiq olgan bo'lsangiz ham, bo'z bo'lsa ham, imbalansdan reaksiya olgan bo'lsangiz ham, umumiy yo'nalish sal. Take profitingizdan oldin уже problemli zona bor. A problemli zona nima degani? Bu point zona. Point of interest. Shu zonadan bozor reaksiya olishi mumkin. Tepaga yoki pastga. Shuning uchun uni tepasiga take'ni aslida o'tkazish kerak emas. Biz take profitda именно shu point zonaga qo'yishimiz kerak. Endi keling sizlarga hozir primerini ko'rsatib beraman. Birinchi sifatli stop loss, ikkinchi primerda esa sifatsiz va noto'g'ri stop losslar. Bu primerda biz sifatli stop lossni primerini ko'rishimiz mumkin. Bozor chap tarafdagi likvidlarni yechdi va shu likvidni yechgandan keyin haqiqatan ham sellga ketadimi degan tasdiqni biz inversiya orqali oldik. Ya'ni bozor shu buyga hurmat qilish kerak bo'lgan imbalansni yorib o'tdi. Yorib o'tganligi uchun bu biz uchun sellga tasdiq. Va sellga tasdiq chiqqandan keyin agar siz misol uchun kichikroq time frame'da bitimga kiradigan bo'lsangiz, misol uchun aytyapman, u o'zi 5 minutlik time frame. Take profitni asosiy minimumga qo'yishingiz kerak bo'ladi va sizni bitimiz ko'rinishi shunaqa bo'lishi kerak. To есть ichkarida ham mana bu yerda imbalans bor. No bunga e'tibor berish kerak emas. Men sizlarga imенно stop loss qanday qo'yilishini o'rgatmoqchiman. Bu yerda likvidness bo'ladi. Nima uchun bu yerda likvidness? Chunki juda ham ko'p odam mana buni daraja deb oladi. Mana ko'rishimiz mumkin, bozor reaksiya olyapti. Daraja deb biladi buni. Mana bu yerdan sell ketyapti. Agar darajani yorib o'tadigan bo'lsak, nima bo'lishi kerak? Albatta buy bo'lishi kerak. Bu chistaki manipulyatsiya. Birinchidan buyga manipulyatsiya, pastda likvidlar to'plash uchun, keyin biz bu likvidlarni olib ketdik. Ikkinchi o'rinda bu yerda trend liniya bor. Men aytib o'tgan daraja bor. Va ko'pchilik texanaliz bo'yicha ishlaganda mana bu yerdan sellga kirishni boshlaydi, take'ni bu yerga qo'yib, stop lossni esa ishtirokchilar bu yerga qo'yadi. Biz shu stop losslarni yechdik, ya'ni do'stlar, likvidnessni yechdik va likvid yechilgandan keyin biz уже sizlar bilan sell pozitsiya ko'rishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu juda ham sifatli primer. Agar sessiyani yoqadigan bo'lsam, ko'rishimiz mumkinki sessiyaga ham to'g'ri kelyapti. To что именно bizga kerakli vaqtda Frankfurtda Aziyani likvidini yechyapti. Biz juda ham chiroyli Londonda sellga o'qib tushyapmiz. To есть vaqt muhim. Xohlagan paytingizda savdo qilmaysiz va to'g'ri stop chiqish uchun likvidnessga e'tibor bering. Har doim. Faqat bitta ikkita pozitsiyada emas. Sizni stop lossingiz har doim yechilgan va yechilgan likvidda bo'lishi shart. Chunki ashunda bozor sizni stop lossingizga yana qaytib chiqishi ehtimoli pastroq. Yo'q deya olmayman, yo'q deb bo'lmaydi. Mana shunda ham stop loss olishingiz mumkin. Chunki men ham olaman. No sifati ancha oshadi. Siz mana shu videoni ko'rganingizdan keyin backtest qilib chiqing. Savdo qilib ko'ring. Именно yechilgan likvid, shunga o'xshagan yechilgan likvidlarni stop qo'yib, take'ni boshqa likvidga qo'yadigan bo'lsangiz, albatta natijani ko'rasiz. Ko'rishingiz mumkin, men bu yerda o'zimdan o'zim mono minimumgacha cho'zmadim take'ni. Undan ham past cho'zmadim, bozor zo'r ishlab beradi deb turib. Bu bizga kerak emas. Biz take profit ham
qo'yish juda muhim. O'zini albatta qoidalari kerak. Eng yaqin likvidga qo'yishimiz kerak. Nima sababdan men Aziyagacha bu yerda take profitimni cho'zishim mumkin? Chunki bozor likvid yechgandan keyin razvorot berishi mumkin. Bu juda xavfli narsa. Bozor Aziyani yechdimi, Aziyani yechgandan keyin sразу tepaga ketib olishi mumkin. Va men take'imni pastroq qo'yganimda, albatta bezubutga ziyonda bitimni yopib yuborardim. Nima keragi bor oshiqcha riskni? Ya'ni biz katta foydani orqasidan yurishimiz shart emas. Aslida shu kichik, stabil, yaxshi keladigan foydani biz ushlab bozordan chiqishimiz kerak. Noshukrlik qilib take profitni 2 kilometrga tortish kerak emas. O 5 error ushlayman deb turib. Chotki pozitsiyani ushlang, zato siz bu pozitsiyada bilasiz. Eng muhimi o'zi do'stlar, bu nima sababdan kirganingizni, chiqqaningizni, stopni qayerga qo'yganingizni, take profit qayerga qo'yganingizni tushunib olish. Prosta tak emas. Bu qanaqadir bitta bilim tasdiq bo'la olmaydi. Misol uchun mana darajadan откат oldi, stopimni u yoqqa qo'ydim, take'imni u yoqqa qo'ydim. Yo'q. Detalliroq o'zingiz uchun tushuntirishingiz kerak. Misol uchun men bu yerda nimaga silga kirdim? Chunki Aziya likvid bilan ishladi, menga poyezonni yaratib berdi. Poyezonning oldida bu yerda likvidность bor. Frankfurtda menga kerakli vaqtda bozor likvidностьni yechdi va inversiya bergandan keyin уже menda shu likvid yechib pastga ketganini bu yerda birinchi tasdiq bo'lgan. Bu yerda ko'rish likvid, bu yerda tasdiq bo'lgan. Zakrepdan keyin уже 3-chi tasdiq bo'lgan, men соотношение yaxshi bo'lish uchun birinchi tasdiqdan albatta bitimga kirdim. Take profitni undan past cho'zmadim. Chotki Aziyani minimumga qo'ydim. Nimaga? Buni ham tushuntirib berdim. Nimaga stopni Frankfurt tepasiga? Chunki bozor likvid ichgandan keyin yana bu yoqqa chiqib likvid chiqishi ehtimoli pastroq bo'ladi har doim. Bu hech qachon 0 ga teng bo'lmaydi albatta. Chunki agar 0 ga teng bo'lganda men hech qachon stop olmagan bo'lardim. Bu ancha sifatingizni oshiradi. To'g'ri stop loss qo'yishni ikkinchi primeri mana ko'rishimiz mumkin. Bozor likvidностьni yechgandan keyin точнее yetishdan oldin juda ham agressiv движение berdi. Bu imbalans va bu imbalansga bozor tushganda tepaga reaksiya berish kerak. Biz ko'rishimiz mumkinki, bozor buni juda agressiv pastga buzib o'tdi. Va u degani to, что biz katta ehtimol bilan likvidnost yechganimizni bu yerda o'zimiz uchun tasdig'ini ola olamiz. Ya'ni likvidnost yechildi. Demak, siz stop loss уже bu yerga qo'yishingiz bu to'g'ri. Siz уже tushunyapsiz to, что bozor mono likvidlarni yechgandan keyin pastga shunaqa kuchli reaksiya bergan bo'lsa, men buni ko'ryapman tasdiq orqali. Demak, bu yerga stop loss'imni qo'ysam, bezopasniyroq bo'lib chiqyapti. Keyingi savol, take profitim qayergacha chiqadi? Ko'rishimiz mumkin, biz tasdiq olganimizdan keyin bitimga kirdik, tasavvur qilinglar, mana bitimga kirdik. Take'ni endi qayerga cho'zishimiz kerak? Albatta, keyingi minimumga. Mana biz minimumni ko'rishimiz mumkin, shu minimumgacha cho'zamiz. Biz olib chiqayotgan foyda 2%. Take profitni qayerga qo'yadigan joy ko'rdik, likvid. Undan pastiga qaysidir joylarga cho'zish shart emas. Biz mana shu minimumgacha oldik, take'ni 2% foyda oldik. E'tibor bering, stop loss. Tasdiq olingandan keyin, likvid ochilgandan keyin biz sellga ochdik. Va shuning uchun ham stop lossimiz sifatli joyda turdi. Endi sizlarga hozir vaqt muhimligini ko'rsatib beraman. Sessiyani yoqamiz. Va ko'rishimiz mumkin, bizda asosiy manipulyatsiya imенно Frankfurtda bo'lgan yana. Tushunyapsizlarmi? To'g'ri kelgan vaqtda biz Aziyani maksimumni yechdik, Aziyani minimumga bordik. Uni pastrog'ida gotovo tayyor fraktal turganligi uchun sразу o'sha yergacha bitimni cho'zdik. То есть bunaqa stop loss sizda turish kerak. O'zini vaqtida manipulyatsiya bo'lsa yaxshi. Albatta likvidnost yechilgandan keyin sразу kirmaysiz, 3dan ushlab olaman deb turib sizga albatta tasdiq kerak. Biz uchun bu yerda tasdiq IFBga paydo bo'lgani, sellga bozor harakatlanib ketish uchun yaxshi tasdiq bo'lgan. Поэтому bu yerdan biz sellga kirdik. Hozir sizlarga endi yomon, noto'g'ri stop loss haqida ko'rsatib beraman va tushuntirib beraman.
Misol uchun siz shu videoni ko'rganingizdan keyin mana bu yerda likvid yechildi. Bozor imbalansni hurmat qildi va tepaga reaksiya berdi. Men bu yerdan buyga kirishim kerak. Stop loss'imni bu minimumga qo'yaman. Nimagadir ishlab bermadi. Umid akaning bilimi bu yerda noto'g'ri deyishingiz mumkin. Lekin men sizlarga hozir tushuntiraman. To, что bunaqa vaziyatda siz albatta ko'rishingiz kerak. Pasingizda yoki tepangizda likvidnost bormi yoki yo'qmi? Misol uchun, imенно bu momentda stop lossning tagida narxni tortish uchun qanaqadir sabab bormi? Ko'ryapsizmi? Men misol uchun ko'ryapman. Birinchi o'rinda bu yechilmagan mana bu likvidnost. Ya'ni mana bu trend line polni men uchun likvidnost hisoblab chiqiladi. Endi bozor pastga tushganda bu yerda katta time frame ga o'tsak bilamizki, to, что bu yerda imbalans bo'lgan. Imbalans bozorni magnitga o'xshab tortadi. To есть demak, men bu yerda buy kirganimda stopni bu yerga qo'yganimda, meni stopimning tagida tayyor magnit turgan. Mana tayyor magnit. Bu magnit uni narxni tortadi. Bozor tushganda nima chizdim? Magnit chizmoqchi. Давайте лучше просто так вот сделаем. Bu как бы magnit bo'ladi biz uchun. Mana bu imbalans. Bu 5 minutlikda katta imbalans ko'rinmayapti, no yarim soatlikda, 1 soatlikda imbalans bo'ladi. Nima bu yerda bo'lyapti? Biz likvidlarni yechdik. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana bu likvidlarni va bu likvidlarni yechganimizdan keyin bozor o'zini asosiy joyiga kelgandan keyin reaksiya berdi. Biz bu yerda likvidnost yechilganini ko'rdikmi? Ko'rmadik. Bu katta движениyani yechdi, no bu yerda analiz qilish qiyinroq. Likvidnost yechilyaptimi? Yo'q. Imbalansni hurmat qilyapmiz, xolos. Bu yerda esa mana likvidnost yechilyapti. Mana. Va yechilgandan keyin biz tasdiq olyapmiz. Zakrep oldik. Endi bu yerdan buy bitimga kirib, stopni bu minimumga qo'yib, biz дальше buyga определенный likvidgacha mana shu yerda ham ishlasak bo'ladi. То есть сразу bu noto'g'ri stop, sababi stop lossning tagida bitimni tortish uchun sabab bor. Не только FVG, любой order blokmi, likvidnostmi, вообще boshqa narsa. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab bu albatta oxirgacha likvid yechmaganligi. Va sessiyani yoqamiz, ko'rishimiz mumkin. Biz Frankfurtda yechilgandan keyin stopni qo'ydik, yaxshi stop. No, bozor baribir bu yerda struktura bo'yicha mana bu imbalansni test qilib, keyin bizga pozitsiya berdi. Va New Yorkda, ya'ni bitta minimumlarda yechgandan keyin biz stopni bu yerga qo'yish uchun qaror oldik. Ya'ni bu stop to'g'ri demoqchiman. Chunki likvidnostni yechgan. Bu stop likvidnostni yechgan Frankfurtda deyishingiz mumkin, lekin uni tagida imbalans bo'lgan. Siz уже tushunyapsiz, to, что maytda likvid yechgandan keyin, polni maytda likvidlarni yechgandan keyin imbalans test qilganda biz uni maksimumni buzyapmiz mana. Asosiy trend bo'yicha maksimumni zakrep oldik. Bozor korreksiya qilyapti, likvidnost yechyapti, уже reaksiya olganda tasdiq bu yerda berganda, albatta 3 minutlikda, 5 minutlik tasdiq bor. Biz bitimga kirdik. Mana 1 minutlikda ochib ko'raman. Agar barim yetsa-da, yetadigan mana shu momentda sizlarga yaqinlashtirib beraman. Bozor likvidnostni yechdi, bu Londonda likvidnosti bo'lgan. Tasdiq mana bu imbalansni test qilib, zakrep oldik, bu yerdan buyga kirdik. Всё. Mana bu to'g'ri stop loss. Yechgan likvid chunki. Mana bu noto'g'ri stop loss. Chunki buni stop loss'i tagida bizda problemli zona bor. Bu yerda tagida problemli zona bormi? Yo'q. Chunki уже mana minimum test bo'lib chiqyapti. Bizga tasdiq beryapti. No, даже shunda ham yana gapimni qaytaraman, stop olishingiz mumkin. Va bu oddiy hol. Tushuninglar shu narsani. Stop olish bu oddiy hol. Trader uchun, trading uchun agar siz rivojlanmoqchi bo'lsangiz, hech qanaqa take profit sizga yaxshi kelmaydi. Siz agar stop lossingizni bilmasangiz yoki stop loss bo'lmasa. Shu ishni bir tarafi stop loss va take profit. Просто sizni vazifangiz, как boshlang'ich yoki professional trader vazifasi shu take oxirigacha kutish, stop olgandan keyin azarga kirmasdan, stop bo'lsa uni misol uchun kamchiliklarni ko'rib chiqib bitta qarorga kelish kerak. Agar xato yo'q bo'lsa, zatsiklivаться qilmang. Demak, xato yo'q. Просто statistika bo'yicha stop lossni oldingiz, shu -1% ni yo'qotdingiz, всё. Tushundinglar?
yana bitta noto'g'ri stopni primerini ko'rishimiz mumkin. Bozor eng oxiri likvidnostlarini mana bu sham bilan yechdi va biz albatta zakrep olganimizdan keyin bayga kirishimiz kerak. Tekni esa biz stop nima yerga qo'yamiz? Chunki yechilgan likvid biz darsimiz bo'yicha. Tekni esa misol uchun qaysidir maksimumga. Va ko'rishimiz mumkinki, atributka juda ham zo'r bo'ldi, lekin oxiri bozor baribir pastga tushib ketdi. Va bu noto'g'ri stop lossni sizlarga yana bitta primeri. Ko'rishimiz mumkin, bozor katta impulsdan keyin pastga движение berdi. Birinchi inversiya bo'ldi. Keyin biz bu yerda likvidnostni yechdik, pastda zakrep oldik. Mana bu narsa nima bo'ladi? Birinchi videoni ko'rgan bo'lsanglar, bu buy to sell. Bozor shu buy to sellga test qilib pastga tushib ketdi, lekin test qilishdan oldin albatta mana bu ikkita bir xil maksimumlarni likvidni yechib tushib ketdi. Shuning uchun ham bu yerda pastga yechilishi bizga qiziq bo'lmadi, bozor prosta pastga otib yubordi. Nima sababdan mana bu yerda manipulyatsiya bo'lgan? Bozor likvid yechgan. Чтобы narxni bu joydan bu yergacha olib kelish uchun. Уже biz asosiy yo'nalish bo'yicha ishni qildikmi? Buy to sellni point zonaga kirdik. Kirishdan oldin likvidnostni yechdik. Keyin bozor oqib tushib ketdi. Chunki umumiy yo'nalish sell. Shunaqa bitim ochmanglar. Siz navrot sellga bitim qidirishlar kerak. Xo'p, tasavvur qilinglar. Уже yechdik. Xo'p, bu yerda buy to sell. Likvidnostni yechdik. Mana bu yerda bitta inversiya bor. Bu yerga sellga kirib stopimni bu yerga qo'yadigan bo'lsam, take'im bu yerga qo'ysam, соотношение to'g'ri kelmaydi. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Тут на глаз понятно, но я скажу. Вот. Соотношение 1:1. Ko'pchiligi bu соотношение to'g'ri kelmaydi. Nima qilish kerak? Hech narsa. Просто bitimni o'tkazib yuborasiz. Sizni bitimingiz demas. То есть kelinglar oxiriga qoidalarni yozib olamiz. Siz bitim ochish uchun birinchi beradigan savolingiz. Stop loss qayerda turibdi? Lechilgan likvid bormi? Risk to'g'rimi? Ya'ni siz 1% haqiqatan ham xohlaganda risk qildingizmi? Shuni bir qatordan ko'rib chiqishingiz kerak. Соотношение. Siz 1:1 chiqar ekan bitimga kiraman deyishingiz kerak emas. Соотношение. Siz kamida eng qancha ushlaysiz? 1.5 mi, 2 mi? Agar 3-4 bo'lsa, 5-6 u yoqqa ketaveradi. Lekin eng kamidagi ushagan, misol uchun risk rewartingizni siz aytishingiz kerak. Misol uchun error to'g'ri keldi. Keyin take profit. Take profit qayerda turibdi? Yechilmagan likvidami. То есть bu birinchi, bu ikkinchi. И уже risk to'g'rimi, соотношение to'g'ri keladimi? Buni siz уже bilasiz. Ya'ni nima demoqchiman? Bitim ochishingizdan oldin albatta mana shu savollarga javob berishingiz shart. Tavsiya qilmayman, shart. Stop loss qayerda turganini siz o'zingiz uchun tushuntirishingiz kerak. Yechilgan likvid haqiqatan ham bormi? Risk normadami? Error to'g'ri keladimi? Mana shu qoidalar to'g'ri kelganda va take profitni qayerda turibdi degan narsani o'zingizga tushuntirsangiz, yechilmagan likvidnostdami, mana shu narsani ko'rsangiz, siz ancha savdoyingizni kuchaytirib borasiz. Prosta bu narsaga ko'pchilik qaramaydi. Bu yoqda strategiyam chiqdi, bu yoqda setupim chiqdi. Davay prosta bitimga kiraman deydi. Yo'q, bunaqa ishlamaydi bu narsa. Albatta qoidalarga asoslanib savdo qilishingiz kerak. Xo'p, do'stlar, bu video stop loss, take profit yaxshi sifatli qo'yish uchun degan ma'noda chiqardim. Agar video yoqqan bo'lsa, обязательно like, kommentariy qo'ygizdiringlar. Ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan Umid ICT.